O'zbekistonda ilonlar va chayonlar tobora ko'payib bormoqda o'rtoqlar. Bu videoda ko'rishingiz mumkin. O'zbekistonda ko'pchilik hovlilardan ilonlar va chayonlar chiqyapti. O'rtoqlar, buning sababi yoz kunida haroratning birdaniga ko'tarilishlik oqibatida, ya'ni juda ham issiq bo'lib ketganda, ilonlar va chayonlar o'zlariga muzdekroq joy izlab boshlaydi. Shuning uchun ko'rishingiz mumkin, kiyimlardan, obuvlardan har xil chayonlar va ilonlar chiqyapti. O'rtoqlar, kiyiminglarni kiyishdan oldin, obuvni kiyishinglardan oldin, biron bir kiyimni kiyishinglardan oldin, oyoq kiyiminglarni kiyishdan oldin обязательно tekshirib, uni ichini qoqib kiyishinglarni eslatib o'taman. O'rtoqlar, bu vaziyatga biz nima deymiz? Har bir kiyiminglarni, har bir oyoq kiyiminglarni kiyishdan oldin yaxshilab tekshirib, uni ichini qoqib keyin kiyishinglarni maslahat beramiz. Bu vaziyatga o'z fikringizni kommentariyada yozib o'tib ketinglar.